Assalamu alaykum muhtaram televizor kögüçiler. Görüp atqanыңlar Erkin Asiya Radiosu Toğrı televiziyasının haftalık xabarlar programmasi. Men bugünkü program riyasatçısı Erkin. Bugünkü programımızda ötken bir hafta jarayonda yuz bergen Uyg'urlarga doir eng yangi xabarlardan ma'lumot beramiz. Tövende diqqatinglar xabarlarimizning tafsili mazmunida bo'lsin. 18 iyul dushanba kuni tushda bir turkum Uyg'urlar Xotan shahridagi Navag soqchixonasiga hujum qilib 4 Xitoy soqchini o'ldirgan. Keyin xalqaro axborot vositalarida hujumga qatnashganlardan 14 odamning Xitoy soqchilari tomonidan etib o'ldirilganligi xabar qilindi. Bugungi xabarlarga qaraganda hujumchilar soqchixonaga o'g'isiga esig'li Xitoy bayrog'ini elib tashlab, Sharq Turkistonning ko'k bayrog'ini esishga muvaffaq bo'lgan. Vaqa Beijing vaqti soat 12dan 10 minut o'tganda boshlanib, 1dan 30 minut o'tganda oxirlashgan. Xitoy doiralari mazkur hujumni planliq, tashkillik ilib berilgan terrorlik harakat deb ko'rsatgan, lekin vaqaning kelib chiqish sababi haqida hech nima demagan. Uyg'ur milliy harakati rahbari Rabiya Qodir xonim vaqa haqida bayonot e'lon qilib, Xitoy doiralarining Xotanda qonli qirg'inchilik bilan davlat terrorligi yurgizayotganligini ilgari surdi. Alma Gündəlik gazetinin 19 iyuldagi xabarda bayon qilinishicha 7 ayning 18 kuni Xotandagi soqchixonaga hujum qilish vaqasidan keyin Xotandagi Xitoy ommasi sarosimaga tushib qolgan. Mazkur gazetning ziyoratini qabul qilgan Xotandagi Xitoy fuqarolari Uyg'urlarning o'chilishidan qo'rqayotganligini bildirgan. Bir nafar Xitoy fuqarosi mundaq degan: "Bu yerda Xanzu fuqarolari doim tayoq yeydigan va izdiraksiz yo'qolib ketadigan ishlar bo'lib turibdi. Oldin qayda 3 nafar Xitoy qizi o'ldirildi. Hozirgacha bu delo pash qilinmadi." Bu yil Ramazon vaqti yozliq ta'tiliga to'g'ri kelgachga, bu mezgilda o'qituvchi-o'quvchilarning diniy faoliyatga qatnashib qolishining oldini olish uchun Xotanda o'qituvchilar ta'tiliga qo'yib berilmagan. O'qituvchilar tarbiyalashga o'rinlashtirilgandan boshqa yana o'quvchilarni ta'tilda qarorlik maktabga berib, yo'qlamadan o'tishga o'rinlashtirgan ekan. Bu navbatlik tarbiyalash Xotan viloyatlik pedagogik texnikumida o'rinlashtirilgan bo'lib, viloyatning har qaysi joylaridan yig'ilgan o'rta boshlang'ich maktab o'qituvchilari ta'tilga chiqmay, bu maktabda qayta tarbiyalashga qatnashmoqda ekan. Dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar har xil namoyishlarni o'tkazib, Xitoyning 18 iyul Xotan voqeasidagi zo'ravonlikni aybladi. Türkistan'dan defol! İşgalci! Türkistan'dan defol! 20 iyul İstanbul'da elib berilgan namoyishda bir qism Uyg'ur namoyishchilar Xitoy konsulxonasi oldidagi soqchi to'saqlarni buzib o'tib, Xitoy konsulxonasiga hujum qilgan. Bu xildagi namoyishlar yana 21 iyul Anqaradagi Xitoy elchixonasi oldida uyushtirildi. Bu faoliyatni uyushtirgan Sharq Turkiston madaniyat hamkorlik jamiyati Anqara sho'ba boshlig'i Xayrulla Afandigul muxbirlarga bayonot bergandan keyin Xitoy elchixonasining darvozasiga qora gulchambarak qo'ygan. 21 iyul Shvetsiyadagi Uyg'urlar Shvetsiya ma'rif uyushmasining o'rinlashtirishi bilan Shvetsiya parlamenti oldida namoyish qilib, Shvetsiya hukumatining Xitoyning zo'ravonligiga qarata inkos qaytarishini talab qildi. Avstraliyaning Adelaide shahridagi Uyg'urlar 22 iyul kechda Sharq Turkiston Avstraliya jamiyatining markaziga yig'ilib, Xotan shahrida 18 iyul yuz bergan voqeada o'lganlarning ro'yiga atab duo tilovat qildi. Uyg'urlar tarixidagi tunji navbatlik dunyo futbol musobaqasi mushu oyning 27 kuni Gollandiyaning Rotterdam shahrida o'tkaziladi. Faoliyat mas'ullaridan biri Faruq apandining bildirishicha, futbol musobaqasining barliq tayyorliklari bitgan. Uning bildirishicha, bu faoliyatning maqsadi Uyg'urlar orasidagi ittifoqlik va birlikni qo'lga keltirish bo'lib, faoliyatga Dunyo Uyg'ur qurultayining rahbarlaridan Rabiya Qodir xonim va Seyit Tunturk apandilar qatnashdi ekan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya Radiosi To'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishgacha omon bo'linglar.